Ayni kunlarda viloyatimiz qishloq xo'jaligi sohasida qizg'in ish jarayoni boshlangan. Bunda dala chetlari, kanallar, sug'orish va kollektorlar, drenaj tarmoqlarining atroflaridagi maydonlarni xatlovdan o'tkazish va mutaxassislar tavsiyasiga ko'ra mevali, manzarali daraxt ko'chatlari ekilmoqda. Karmana tumanidagi ish jarayonlari tafsiloti navbatdagi lavhada. O'tkazilgan o'rganishlarga ko'ra, Navoiy viloyati bo'yicha 255 gektar dala chetlaridagi va 149 gektar kanal, kollektorlar atrofidagi yer maydonlariga qishloq xo'jaligi mahsulotlari va mevali daraxt ko'chatlarini ekish tavsiya qilindi. Karmana tumanida ham ko'chat ekish ishlari belgilab olingan reja asosida olib borilyapti. O'rmon xo'jaliklaridan dehqon fermer xo'jaliklarining tomorqa yer egalariga sifatli ko'chatlar yetkazib berilmoqda. O'tkazilayotgan ko'chat ekish tadbirlarida hududning iqlim sharoitiga mos navlar tanlanmoqda. Tajribali agronom bog'bonlar hamda inspektorlar ishtirokida sifatli ekish ishlari tashkil qilingan bo'lib, Payvantak sara ko'chatlar hududdagi Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik ilmiy tadqiqot markaziga tegishli ko'chatxonalardan keltirib ekilmoqda. Prezidentimizning 465-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Karmana tumanida xatlov jarayonida 41,9 gektar kollektor hamda drenajlar aniqlandi. 26 gektar dala cheti aniqlangan va ularga tumanda qarorda belgilangan daraxt ko'chatlari ekib kelinmoqda. Hozirgacha tumanda 90-95% gacha ekish ishlari yakunlandi. Shundan 41,300 dona kollektor drenaj chetlariga hamda 26,120 dona dala chetlariga ko'chatlar ekildi. Dala chetlari zavur hamda kanallar atrofidagi bo'sh yer maydonlariga ekilgan nihollarga mas'ullar biriktirilgan bo'lib, sug'orish tizimi joriy qilinmoqda. Albatta, ko'rilayotgan bu kabi chora-tadbirlar yashil maydonlarni kengaytiribgina qolmay, mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda eksport salohiyatini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.